Assalomu alaykum, assalomu alaykum ekandoshlar. Qutbanda kuningizda sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Do'stlar, buyursa sizlarga Batkenskiy oblast Leylak rayoni Razoq shahrindagi dag'i bir o'ta so'non jangliqda aytib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizda shu Razoq shahrini bozordan sentralni yo'l bilan tuz bosib chiqsangizlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turganingizda o'ng qo'lda zapravka bor. Shu zapravkadan o'tganingizda bu yoqda mana katta mos bor. Shu mosni oldidan o'ng qo'lga burilib tuz bosib kirib borsangizlar, bu yoq tomonda mana o'ta so'non katta sentralni yo'lning bo'yida ixchamgina yangi solingan uyi bilan 8 sotik yer uchastkasi sotiladi. Videomizda yanacha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, bu sotilayotgan uyimizning foydali tomonlari, bu yoqdan mana tuz bosib o'tib borsangizlar, ko'rib turgandek mana katta sentralni yo'l bo'yida kurgul sotishni ishlaydigan samoobslužивание moykalagacha bor. Plus yonida katta produktlar magazinlargacha bor. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan uyimizni oldiga ham yetib keldik. Ko'rib turganingizlarda shu katta sentralni yo'l bilan 100 metr yurib tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek sotilayotgan uyimiz chap qo'lda joylashgan. O'ta so'non bo'lib, mana oldida katta navislari bilan yangi solingan uy. Plus mana ko'rib turgandek yo'llarda qatoriga mana uylar solinib, bir necha yildan beri mana qo'shlar kelib mazza qilib yashayaptilar. Do'stlar, dag'i bir bor adresni aytib o'tamiz. Razoq shahri Qundezova ko'chasida mana shunday mana o'ta so'non jang qurilgan uy 8 sotik yer bilan sotiladi. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga kirib, uyni ham so'non qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda ko'rib turganingizdek yerlari ham tekis, o'ta so'non. Darvozadan kirganimizda chap qo'lda mana shunday mana so'non qilib yangi strойkalarni boshlaganlar. Hozircha mana ustini временный qilib tunikalar bilan yopib qo'yganlar. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek sotilayotgan uyimiz mana shu uy. Do'stlar, mana sotilayotgan uyimizni yo'l tomon granitsalari ko'rib turgandek o'ta so'non qilib mana tunikalar bilan огражденияларni qilganlar. Ko'rib turgandek mana pastki yon tomon granitsalargacha polностью yana bir bor aytib o'tamiz, qo'shnilar so'non qilib tunikalar bilan ограждение qilib qo'yganlar. Yuqori yon tomon granitsamiz mana shu to'g'ridagi yog'och stoykadan bu yog'i mana ko'rib turgandek vaqtinchalik monday mana granitsaga mana shunday qilib toshlarni tashlab qo'yganmiz. Mana bu hozir sotib odam kelib mana yuqori yon tomon granitsani ham so'non qilib o'zlari ограждение qilsalar bo'ladi. Mana to'g'ridagi yong'oqdan granitsa yuqori tomoni. Do'stlar, mana yana bir bor aytib o'tamiz. Mana shu to'g'ridagi yog'och stoykadan tuz bosib kelsangizlar, yuqori yon tomon granitsamiz mana shu yong'oqdan. Bu yoq tomonda mana uy orqasida katta ariqlargacha bor. Oqar suvlar keladi. Plus monday mana uy orqasida katta teraklargacha bor. Bu uyni sotib olgan odam hozir kelib mana shu teraklarni yiqitib, imorat qilib ishlatsalar bo'ladi. Teraklarning oldi уже tayyor bo'lib qolgan. Pashta 10 ta teraklargacha bor. Do'stlar, orqa tomon granitsamiz ham mana qo'shlar vaqtinchalik monday mana setkalar bilan so'non qilib огражденияларni qilib dovdaraxlarni ekib qo'yganlar. Do'stlar, mana ko'rib turganingdek sotilayotgan uyimizning orqasida mana shunday mana katta yong'oqlargacha bor. Plus mana ko'rib turganingdek pastki yon tomon granitsamizni burchagi mana shundan bu yog'i mana ko'rib turganingdek qo'shlar imorat qilib past tomonni so'non qilib mana tunikalar bilan ограждение qilganlar. Do'stlar, mana ko'rib turganingdek sotilayotgan uyimizning orqa tomonidan ko'rinishi o'ta so'non qilib mana duvskatni qilib kirishalarigacha yopib qo'yganlar. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb mana sizlarga so'non qilib sotilayotgan uyimizning oldidagi imoratlarini, yerlarini so'non qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingdek sotilayotgan uyimizning oldida mana shunday mana tekis chotki yerlargacha bor. Bu uyni sotgan odam hozir kelib yerni haydatib dehqonchilik qilsayna bo'ladi. Plus mana strойка qilamiz sayna. Uy oldiga mana shunday mana bir mashina shag'allargacha to'ktirib qo'yganlar. Do'stlar, ko'rib turganingdek bu yangi solingan imoratni ham taglarini moshina qilib balandligini 1,5 metr ustlarini plus monday mana yangi shilaka bloylar bilan so'non qilib devorlarni urib qo'yganlar. Mana bismillahirrohmanirrohim deb sizlarga kirib skalatimizni ichlarini ham so'non qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana kirganimizda ko'rib turganingdek mana kirishalarni ham rossiyskiy staropillardan so'non qilib yopishtirib kirishalarni qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turganingdek taglarini ham moshina qilib betonlarni balandligini 1,5 metr qilib fundamentlargacha qilganlar. Plus mana oldi tomondan ko'mir-po'mirlarni tashashga
Mana shunday qilib mana fortichkalargacha qoldirganlar. Ko'rib turgandek mana uy oldida mana shunday mana so'nin qilib quduqlarni qazdirib, ichiga kolodislarni tashab, sutlarni ham chural qilib mana kirishkalar bilan yopib, ziylarini cho'tka qilib betonlarni qilib qo'yganlar. Quduqdan mana shunday mana suvlarni ham nasos tashab chiqarib qo'yganlar. Bu suv kuriligot bor. Hozir nasos qo'qmay yoqib qo'yishayni kurili sutga oqadi. Do'stlar mana bismillahirrohmanirrohim deb uy oldida kiyanimizda boya aytib o'tganimizdek uy oldida mana katta navislarigacha bor. Navisi eni 3 metr, uzunasi 11 metr. Ko'rib turgandek mana patologlarni ham sonon qilib, tunikalar bilan apshivka qilib, cho'tka qilib lyustralargacha qo'yib qo'yganlar. Plus mana uy oldi tomonda mana shunday mana rossiyskiy turbalardan cho'tka qilib stoykalargacha qo'yib qo'yganlar. Bir nima 8 ta stoykalarni qo'yib qo'yganlar. Plus mana uyga chiqishga, uy oldiga mana shunday mana betondan listensiyalarni qilib qo'yganlar. Do'stlar, bu uyimiz razmeriga keladigan bo'lsak, bu uyimiz razmeri eni 5 metr, bunaqangisi uzunasi 11 metr. Plus mana uyni oldiga kiyanimizda burchagida monda mana cho'tka qilib uchochiklarni ham qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, bu uyimizning orqa tomon fundamentlari ko'rib turgandek, uy orqa tomon fundamentlari ham baland moshni qilib quyilgan. Ko'rib turgandek, uy orqa tomonlarini ham sonon qilib andovlargacha qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek, yangi chiqqan tannovlardan sonon qilib qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirib kelgandagi birinchi eshikdan sizlarga sonon qilib uy ichlarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda bu yoq tomonda mana 2,5 ga 5 metrlik sredniy koridor bor. Ko'rib turgandek, bu yoq tomonda mana pechka qurishga mana shunday mana pechkaning joylarini ham qoldirganlar. Plus bu yog'i mana o'ng qo'lga yurib kirganimizda bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek 5 ga 6 metrlik katta xona bor desak ham bo'ladi. Ko'rib turgandek bu xonaning ichlarini ham cho'tka qilib shpaklopka abdilka qilib qo'yganlar. Plus mana ko'rib turgandek pollarni ham cho'tka qilib displeyni urib pollargacha qilib qo'yganlar. Bu uy sotuvga odam hozir kelib biz remont essalar bo'ladi. Plus mana yangi chiqqan $100 lyustralardan ham qo'yib qo'yganlar. Yo'l tomonga cho'tka qilib mana shunday mana oynalarni qo'yib qo'yganlar. Patakonniklarni qilib. Plus bu yoq tomonda mana rezitka, выключательlar hammasi bor. Do'stlar, bu yoqdan chiqqanimizdan keyin bu yoqda mana oxirgi xonani ham sizlarga sonon qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana kirganimizda bu xonamiz ham razmeri 5 ga 5 metrlik sredniy xona desak ham bo'ladi. Ko'rib turgandek mana patologlarni ham cho'tka qilib remontlarni qilib qo'yganlar. Plus devorlarini shpaklopka tilka qilib qo'yganlar. Eshikdan kirganimizda rezitka выключательlargacha qo'yib qo'yganlar. Plus mana yo'l tomonga огородni ko'rib turamiz. Mana shunday mana sonon qilib oynalargacha qo'yib qo'yganlar. Do'stlar, daha bir bor adres sayti o'tamiz. Batkenskiy oblast, Leylek rayoni, Razoqov shahri, Qundezova ko'chasida mana shunday mana o'ta sonon yangi qurilgan uy plus 8 sotik yeri bilan sotiladi. Narxini 4 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, videoni ostida xo'jayin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqsa, ushul videoni обязательно uy olamiz degan do'stlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, обязательно bir-birdan like bosib, shu videoni ostiga kommentariyaga o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.